Qaniydi Xo'ja Nasriddin hayot bo'lganida. Ko'p so'zlarda Buxoroy Sharif haqida. Axir u zot Buxoroning qalbi bo'lganda. Xayolparastligingiz hech ham qolmas ekanda. Hech ham-da. Haykal qani? Bilmadim. Hey, salom. Men nafaqat so'zlab beraman. Buxoroni sizga o'zim tanishtiraman. Shahri Sharif Buxoro, qalbi man shu tuproqda. Yuring, shahrim sizlarga quchog'ini ochmoqda. Qanaqa? Bu diyordan bo'tam buyuk ipak yo'li o'tgan. G'arbni sharqqa ulagan. Bu yo'ldan ne karvon, savdogarlar o'tmagan. Temirchi-yu kuloli, chevar baland kamoli. Bisyor qo'li gul usto, topganlari haloli. Bir-biridan ziyoda hunar etar ifoda. Zardo'zu zargarlari tengi yo'qdir dunyoda. Xo'ja Nasriddin keling, zarcho'ponlardan oling. Aka Nasriddin, hay, taqinchoqlardan oling hay. Bunaqasi faqat bizda, topolmaysiz hech qaydan. Qani? Ko'ring, Naqadar go'zal, nafis. hammasini olamiz. Ham xokisor, ham pirviqor. Ajab, buncha sirlarga kon. Bir dilrabo, bir diloro. Ko'z o'ngimda gavdalandi Buxoro. Birodar Sarbaland, ana endi eng baland manzaraga o'tamiz. Buxoroning minorasiga boramiz. Minorai Kalon bu. Naqadar mahobatli. Osmon qadar kelbatli. Tariximiz qudratli. Boshing aylansa o'tir. 46,5 metr minora balandligi. Qarang shahar, kaftek namoyon. Osmonda turibmiz go'yo. Bale, tasanno. Qoyil qildinglar ta'rifni. Buxoroi Sharifni ana endi hammamiz yaqindan o'rganamiz. Endi qayerda ko'ramiz? Qaysi tomonga yuramiz? Endi yurmaymiz, uchamiz. Helikopter uzni chaqiramiz. Vertolyotga marhabo. Chorlar bizni keng samo. Mana bir arab. Ana u yoqda ark. Ana u labi hovuz. Ana u yoqda park, istirohat bog'i bor. Buxoroning 5 ta toqi bor. Hozir 3 tasi qolgan. Toqi telpak furushon hamda toqi zargaron. Ana Minorai Kalon. Mag'rur turibdi adil. Xuddi ulug' bobo Kalon ajdodlarimiz kabi. Buxoro qadimiy shahar. Har ertalab tong sahar dunyodan mehmonlar keladi. Shahar ularni kutib oladi. Ehtiyot bo'l, boshing tegadi. Ana parvozimiz ham tugadi. Lekin bu hali hammasi emas. Eng qizig'i endi bo'ladi.